Bolgarskilarni mana terib upakovka qilib oldik. Xo'p, 36 ta qop chiqdi. 19 kilodan 684 kilo bo'ldi. Narxini hali aniq emas, lekin hali kelmadi. Kecha 5000 bo'lgan ekan. Bugungi kungi narxda to'g'risi so'ramadim bu ham. O'zi abitlarda chiqadi deydi narxi. Bugungisi ham yomon chiqmadi. Salkam 700 kilo chiqdi. Ko'pchilik so'ragan, gulini qanday ishlatamiz? Bilmayman, bizda bolgarskiga faqat asosan yat sepamiz. Oziqa sepmaymiz, umuman pashti sepmayapmiz. Oxirgi paytlar umuman yatni ham shu faqat shiraga qarshi sepdik. Mana o'zi hosil ishlashlari. 2025-yil 30-iyun. Bugun 16-terimimizni qilyapmiz. Bu Gypsy bolgarskisi. Bularga 2 haftadan oshdi. Oziqalashib bermayapmiz pashti. Oxirgi marta terim qilganimizdan keyin deyarli hech narsa bermadigan desak bo'laveradi. Bolgarskilarni holatlari. Shuncha baylab nima qilganimizdan keyin yana yiqilyapti. Mana hosillar. Mana shu 16 ta terimda 4000 ta ko'chat ekkandik. Boshida ko'proq o'lib, 3600 ta atrofida qolgandi. Taxminan endi ham ko'p so'lish bo'lgan bizda ham. Sandan hozirgi kungacha terganimiz 7 tonnaga, salkam 7 tonna bo'lib qopti. Общий mana shu 14 ekilgan 4000 tup bolgarskidan. Holatlari yaxshi. Shu oxirgi marta shiraga dori sepgandan keyin mana endi yana bitta mana paydo bo'lib qoldi. Sal shira boshlanib qoldi. Yoqlari hali terib ulgurmadik. Endi naryoqlarini terib oldik. Yo'qdi yerlari. Videolarni boshlarini ko'rmaganlar bo'lsa, yer tayyorlash jarayonlarini ham qo'yib borgandim. Yer tayyorlashdan boshlab ekib shu kungacha bo'lganini haftasiga video qilib turaman. Mana shu yerda go'nglari xuddi go'ngusdek bo'lib qolgan. Sholini qipig'i, ustiga sholini qipig'ini tashlaganmiz. Mashitga mashina qilib tashlanib, go'ng tashlangan, ustiga somon tashlangan. Somonning ustidan sholini qipig'i tashlangan.
Bular haqiqiy begon suv qo'ygan. Hozir shu men dori ham bermayapmiz. Lekin chiqishi yaxshi. Zo'r, katta bo'lishlari ham, kalibrlari ham ancha katta. Orasida chuvalchang bosibdi. Tuxum qo'yib tashlab chuvalchangni ham. Mana shunaqa qilib ekilgan. Hozir endi mana shu begonuslardan asosan shundan oziqlanib yotibdi dori. Bir bermasak, oldingidaqa dori bermayapmiz bundan. Lekin hosilini katta bo'lishlari yaxshi. Palaklari yaxshi, toza. Ularga tripsga, o'rgimchak kanaga o'sha dori sepilmayapti bundan.